Hürmetli vatandaşlarımızı davamlaştırmamız silahı belgili yakının biri Cungo'nun Azatlık Armiyası, Deniz Armiya parkotları Kagoshima'ga ve şundakla Sinkako takım araları etrafındaki su yüzüge yetip gelip igvagarçılık kıldı. Şundakla Gugu boğazıdan bir kıtım ötken boldu. Şu münasebetle Yaponiya bir kanç kıtım narazılık bildirdi hem Cungo'nun Tokyo turuşluq baş elçisi çakırtı bizning narazılığını ifade edildi. Şu münasebetle bugün Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Kengash palatasının 4 nafar nopuzluq a'zosi Sharqi dengiz vaziyatiga cho'nqur ko'ngil bo'ladiganligini ko'rsatdi. Mavzuli xabarni sizlarga tanishtiramiz. Bu xabar 6-oyning 25-kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. John McCain qatorliq ikki partiyaning 4 nafar Kengash palata a'zosi 6-oyning 24-kuni birlashma bayonot e'lon qilib, mundaq ko'rsatdi. Talash tortish bo'layotgan Sharqi dengiz rayonida Jungo'ning yaqindan beri faoliyat qilib, vaziyatni jiddiylashtirganligidan ansiraymiz. Ular mundaq ko'rsatdi. Amerikaning Yaponiyaning bexatarligi to'g'risida bergan va'dasida ching turdiganligini qo'llaymiz. Va ching turdiganligi ishimiz va Amerika ching turdi bu va'dasida. Yaponiyaning bexatarlik shartnomasi bo'yicha qo'g'daydiganligi ching turdi. Bu 4 nafar nopuzluq arbab bayonotida yana mundaq ko'rsatdi. Xalqaro jamiyat, xalqaro hakimlar sotining Jungo'ning Janubiy dengizda haddidan ziyod egilik huquq talablari o'ttiruv qo'yayotganligi to'g'risida sotning qarorini e'lon qiladigan bir paytda Jungo'ning o'z oldiga Sharqi dengizi vaziyatni jiddiylashtirayotganligi ko'ngil bilimiz deb ko'rsatdi. Sizlarga belgili hurmatli vatandoshim 7-oyning 7-kuni Gaaga soti qaror e'lon qildi. Agar bu qaror Jungo'ga foydasiz bo'lsa, masalan Janubiy dengiz masalasi bo'yicha foydasiz bo'lsa, Jungo'liklar nima qiladi degan masala hozir xalqaro savol bo'lib chiqib o'tdi. Endi bu 4 nafar Kengash palata a'zosi nopozliq arbab Amerikalar nopozliq arbablari nima deydi? Hozir Jungo Janubiy dengizda shunday qaror xalqaro Gaaga sotining qaror e'lon qilinishidan avval yugurib berib Sharqi dengizning vaziyatini jiddiylashtiryapti deydi. Biz bu ciddi vaziyatga ko'ngil bo'lamiz deb ko'rsatdi. Bu bir parça bayonot e'lon qiluvchilar Kengash palatasi Harbiy ishlar komitetining raisi John McCain, nopozliq arbab Jack Reed, Tashqi munosabatlar komitetining raisi Bob Corker, nopozliq arbab Ben Gardner qatorliq 4 nafar arbab Yaponiyaning dengiz bo'ylarida faoliyat qilayotgan Jungo parxotlarining burayında harbiy parxotlarning burayında vaziyatni jiddiylashtirganligi ko'ngil bo'ladiganligini bayonot qildi. Ular yana mundaq ko'rsatdi. Biz Prezident Obama'nın 2014-yil 4-oyning 22-kuni, 4-oyda, yani 4-oyning 22-kuni bayonot e'lon qilib, Amerikaning Yaponiyaning bexatarligi to'g'risida bergan va'dasi mutlaqdir. Bayonot qildi. Bayonot qilib, Amerikaning Yaponiyaning bexatarligi to'g'risida bergan va'dasi mutlaqdir. Yaponiya Amerika bexatarlik shartnomasining 5-moddasining ishlatilish doirasi Yaponiyaning boshqarishidagi barliq territoriyalarni, jumladan Sinkako taqim orollarini o'z ichiga oladi deganligini qat'iy qo'llaymiz. Demek Prezident Obama 2014-yil 4-oyda Tokyoda bayonot e'lon qilib, Sinkako taqim orollari Amerika Yaponiya qo'g'dinish shartnomasining ichidagi yoki 5-moddasiga to'g'ri keladi deb bayonot e'lon qilgan edi. Biz bugun shu bayonotni qo'llaymiz deydi 4 nafar. Amerika Kengash palatasining 4 nafar nopozliq arbab. Mush ayning boshlarida Jungo'ning bir dona harbiy parxoti tunji qitim Yaponiyaning dengiz territoriyasi deb qaralayotgan suv yuziga kirgan edi. Yaponiya Jungo'ning Tokyo turishliq bosh elchisini chaqirtib diqqat qiladiganligini bildirgan. Bu radio muxbirining berayotgan izohati ekan.
Amerika Qo'shma Shtatlari Tinch okeani skadronining qo'mondoni mushu ayning 5-ida mundaq ko'rsatgan edi. Amerikaning vazifa yutatayotgan bir dona razved aeroplani Sharqiy dengizda Jungoning bir dona kurashchi aeroplanining benormal to'sishiga uchradi deb ko'rsatgan edi. Demak, Janubiy dengizning vaziyati oldimizda. Sharqiy dengizda hozir Xitoyning harbiy paraxodlari bu ishni qilyapti. Endi mishad vatandoshlar shundaq bir ishda aytib qo'yaylikki, Amerika G'arbiy Tinch okean harbiy manevriga Xitoy hukumatini taklif qildi. Xitoy hukumati bu yerga yetib kelib nima ish qildi desang, bizning farzimiz, ya'ni qiyosimiz nima desang, bir tarafdan Janubiy dengizda bular qarama-qarshilayapti. Ya'ni bir tarafdan aytganda bular masalan Xitoyning harbiy paraxodlarini chaqirib kelib, Xitoyning harbiy paraxodlarini chaqirib kelib, bu yerda harbiy manevra qatnashtiryapti deganda, bizning o'ylaydiganimiz mundaq ekanda. Amerika o'zining harbiy kuchini ko'rsatish kerak. Amerika o'zining harbiy texnikasini yoki shu manevra qatnashayotgan doiradagi texnikalarni Jungoga ko'rsatib qo'yish kerak. Shunga bu yerda Amerikaning harbiy paraxodlarining Jungo bilan birlikda G'arbiy Tinch okeaniga harbiy manevra qatnashganligi yoki Amerika harbiy paraxodlarining Shangang portiga bir to'xtaganligi bular qandaqdir o'zaro munosabatlardagi yaqinchilik va yiroqlikni ifodalaydigan narsa emas. Bu davlatlar orasida muqarrar bo'ladigan bir xil tartibga vatandoshim. Shunga biz bu manevra qatnashishni boshqacha nuqtada tushunsak, endi Janubiy dengiz va Sharqiy dengiz to'g'risidagi bayonotlar va mushu rayondagi Amerika Jungo munosabatini yana boshqacha kuzatsak bo'lg'udak.